Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana Yosh avlod kanali. Sizlar bilan navbatdagi videomizda yana bir vlog turgandim. Men nihoyat xursandman do'stlar. Bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda qanday qilib kompyuterimizga Git ilovasini o'rnatib va uni qanday qilib foydalanishni bugungi videomizda biz birgalikda o'rganamiz do'stlar. O'rgalar. Videomiz sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, videoga albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikringizni video kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolgan bo'lardim do'stlar. Bu qilgan ishingiz bizning kanalimiz rivoji uchun juda ham katta hissa qo'shgan bo'lardi do'stlar. Xo'sh akalar, sizlar tayyor bo'lsangiz, unda biz videomizni boshladik. Xo'sh akalar, biz videomizni boshlashimizdan oldin avval Git haqida biroz ma'lumot olib oladigan bo'lsak, Git o'zi nima? Git bu shunaqangi dasturki, bu agarda biz uni o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, bu dasturiy ta'minot versiyalarini boshqarish tizimi hisoblanadi. Inglizchasiga esa Distribution Version Control System. Ya'ni u bizga nima vazifani bajarib beradi? Biz kompyuterimizga kod yozganimizda u dasturning kod yozish jarayonlarini kuzatib boradi, xatolarni kuzatib borishi mumkin va biz har bitta o'zgarishlarni yozib bo'lganimizda snapshotlarni kiritish orqali biz dasturni o'zgarishlarini bemalol kiritib ketishimiz mumkin va ushbu kiritgan o'zgartirishlar, ya'ni snapshotlar, ya'ni branchlar, shoxlarga biz yana qaytib turib ularni yana tiklab olishimiz mumkin bo'ladi va uni biz GitHubga shu dastur orqali bemalol proyektlarni joylashimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh akalar, va shu joyda savol tug'iladi. GitHub va Gitni o'rtasida qanday bog'liqlik va farqlar bor? GitHub haqida gapiradigan bo'lsam, bu ushbu Gitda yozilgan umuman olganda proyektlarni internetda saqlovchi maxsus databaza deb hisoblasak ham bo'ladi. Ya'ni o'zida ma'lumotlarni saqlovchi internetdagi cloud sistema. Git esa ushbu bizning asosiy dasturiy ta'minotlarimizni yozgan kodlarimizda saqlovchi maxsus tizim, kuzatib boradigan tizim. U 2005-yilda, ya'ni Linuxni ishlab chiqargan odam, ya'ni Linus Torvalds tomonidan yaratilgan bo'lib, aynan ushbu bizning kodlarimizni kuzatib borish uchun ishlab chiqarilgan tizim. Xo'sh, biz qanday qilib ushbu dasturni kompyuterimizga o'rnatishimiz mumkin? Biz ushbu dasturni kompyuterlarga o'rnatishni Windows va Linuxlarda ko'rib chiqamiz va keyinchalik ushbu dastur orqali biz proyektni yaratib turib, uni biz GitHubga qanday qilib push qilishni va GitHubdan pul quvib turib, undagi o'zgarishlarni qanday qilib update qilishni ham ko'rib chiqamiz do'stlar. Qani ketdik. Biz avval Windowsda ko'rib chiqamiz. Biz birinchi navbatda qanday qilib ushbu dasturni yuklab olishimiz mumkin? Buning uchun biz oson yo'li bizning veb-saytimiz orqali yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Bizning veb-saytimiz esa vekfor.site. Albatta bizning veb-saytimiz silkasi video opisaniyasida bo'ladi. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Va bizning veb-saytimizga kirganimizdan so'ng biz bu yerdan Gitni qayerdan topamiz? Bu yerdan biz dasturlar bo'limiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Dasturlar bo'limiga o'tganimizdan so'ng bu yerga shunchaki Git deb qidirtiramiz va bu yerdan yuklash tugmachasini bosamiz. Albatta ushbu dasturimiz bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga bu avtomatik o'tkazib beradi. Biz Telegram kanalimizga o'tib dasturni yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan biz dasturni Telegram kanali orqali o'tishni bosamiz va avtomatik tarzda Telegram kanalimiz bizga ochiladi. Va bizga Telegram kanalimiz ochildi va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bizning Gitimiz bu yerda joylashgan va buni biz bu yerdan ochishimiz mumkin. Remember this type system. Bu yerdan run bosamiz va bizning dasturimiz ishga tushadi. Biz shu yerdan to'g'ridan-to'g'ri o'rnatib olishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerdan GNU Generalga bu yerdan next ni bosamiz. Shunchaki next qilib ketamiz. Barcha etaplarni next qilib o'tkazishimiz mumkin. Shu joyda bizning kompyuterimizga Git muvaffaqiyat tarzida o'rnatiladi. Va men buni o'rnatishim shart emas, chunki bu dastur menga allaqachon o'rnatilgan. Va bu dastur kompyuterimizga o'rnatilganligi haqida bilib olishimiz uchun biz komanda strakani ochishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun Windows plus A komandasi orqali runni ochamiz va bu yerda cmd ni ochadigan bo'lsak, bizga komanda straka ochiladi va bu yerga shunchaki git version komandasini bersak, bu yerda bizda Gitni versiyasini ko'rsatsa, demak bizda Git muvaffaqiyat tarzida o'rnatilgan bo'ladi. Va biz buni Windowsga o'rnatib chiqdik. Endi biz buni Linuxda ko'rib chiqadigan bo'lsak, men bugun sizlarga Kali Linux orqali ushbu Gitni o'rnatishni ko'rsatib beraman. O'rnatish bu juda ham oddiy. Biz shunchaki terminalga kirishimiz kerak bo'ladi va terminalga kirganimizdan so'ng sizlarda agarda Kali Linux yoki ParrotOS, Ubuntu, Linux Mint yoki Debian bo'ladigan bo'lsa, ushbu komandalar sizlarda bemalol ishlaydi. Buning uchun sudo apt install git komandasini beramiz. Va enterni bosib, bu yerga sudo uchun parolni kiritamiz va bizning Git dasturimiz kompyuterimizga muvaffaqiyat tarzida o'rnatiladi. Agarda sizda mavjud bo'ladigan bo'lsa, quyidagi holatga chiqadi va albatta Git sizda borligini va versiyasini ko'rish uchun Git version beramiz va bizda Git muvaffaqiyat tarzida o'rnatilgan. Agarda sizda boshqa distribution bo'ladigan bo'lsa, masalan Arch Linux yoki Fedora bo'ladigan bo'lsa, masalan Arch Linuxda bu sudo pacman as git.
enterni bosib o'rnatiladi va barcha komandalar bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Bemalol buni bo'lib qo'yishingiz so'rab qolgan bo'ladi. Va biz muvaffaqiyatli tarzda o'rnatib oldik. Ana endi biz Git bilan ishlashni boshlaymiz. Avvalo biz GitHub akkaunt ochib olishimiz kerak bo'ladi, chunki biz GitHubdagi proyektlarimizni, ya'ni Gitdagi proyektlarimizni GitHubga joylashimizda kerakli bo'ladi. Buning uchun birinchi navbatda biz brauzerimizga o'tib olamiz va bu yerga GitHub saytiga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. GitHub saytiga o'tib olamiz va bu yerga kelganimizdan so'ng quyidagi holat ochiladi va bu yerdan sign up tugmachasini bosamiz. Va bu yerdan ro'yxatda o'tish juda ham oddiy. Agarda sizda Google account bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham oddiy yuz beradi. Bu yerdan shunchaki continue with Google va bu yerdan Google accountingizni tanlaysiz. Va agarda sizda akkaunt mavjud bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunday holatlar hosil bo'ladi. Agarda akkaunt hosil bo'lmaydigan bo'lsa, sizga подтверждение jo'natiladi, ya'ni Google Gmail orqali parolni kiritasiz. Parollar va boshqa narsalar hammasi avtomatik tarzda kiritiladi va sizda GitHub akkaunt muvaffaqiyatli tarzda yaratiladi. Va ana endi biz Gitdan foydalanishni boshlab ko'raylik. Biz bugungi videomizda qisqacha bitta Python fayl orqali, ushbu Python faylni Git orqali bizning GitHub repozitoriyamizga yuklab ko'ramiz. Buni biz qanday amalga oshiramiz? Albatta birinchi terminalni ochib olishimiz kerak bo'ladi. Va terminalni ochib olganimizdan so'ng bizning proyektimiz uchun maxsus bitta papka yaratib olamiz. Albatta mkdir bu yerga GitHub, masalan git test nomli bitta papka yaratib olamiz va ushbu papkamizga kirib turib, albatta hozirda hech qanday fayl yo'q. Kelinglar bu yerga qisqacha eng oddiy Python bitta dastur yaratib qo'yamiz. Albatta sudo nano bu yerga test kelinglar py. Agarda sizda boshqa kod editor, masalan Visual Studio Code yoki boshqa Sublime Text bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu orqali yaratib, bemalol papkaga joylashingiz mumkin. Men Nano orqali, albatta Linux orqali Nanoda ishlashni yoqtiraman, shuning uchun shu yerdan yozib ketaveraman. Bu yerga oddiy tkinter ilova yaratib qo'yamiz. From tkinter import win main loop. Va bizning faylimizni bu yerga saqlab olamiz va bizning faylimiz bu joyda joylashgan. Agarda biz buni tekshirib ko'radigan bo'lsak, masalan Python 3 bizning dasturimiz ishlayapti. Endi ushbu dasturni GitHubga qalay joylab ko'ramiz. Birinchi navbatda biz ushbu papkada GitHub uchun bitta Git proyekt yaratishimiz kerak bo'ladi. Biz Git proyektni qanday yaratamiz? Buning uchun biz git init komandasi orqali yaratamiz. Ushbu joyni biz bosadigan bo'lsak, biz bu yerga empty proyekt yaratishimiz mumkin. Va biz bu yerda ko'radigan bo'lsak, bizda hozirda ushbu git testning ichida maxsus git fayli hosil bo'ldi. Va bu yerda kelib tekshiradigan bo'lsak, mana bizning git faylimiz. Bu bizni git ushbu joyda git proyekt yaratilganini bizga anglatadi. Va bu yerdan git status orqali bizning proyektimiz statusini aniqlasak bo'ladi. Git status. Hozirda bizda hech qanday branch yo'q. Bu yerdan git add orqali ushbu proyektimizni branchga qo'yib olishimiz mumkin bo'ladi. Biz bu yerga snapshot yaratamiz. Buning uchun git add ushbu barcha fayllarni bitta joyga jamlab turib, bu yerga git commit m va commit uchun nom beramiz. Shunchaki simple deb nom berib qo'yamiz. Bizning bitta faylimiz 8 ta iteration barchasi bu yerga joylandi. Va bu yerdan biz statusni agarda ko'radigan bo'lsak, hozirda bizda hech qanday commit yo'q, working tree hali clean. Endi ushbu bizning saqlangan ushbu proyektimizni GitHubga yuklashimiz kerak bo'ladi. Buni biz qanday amalga oshiramiz? Avvalo biz GitHubdan bitta proyekt, ya'ni repozitoriy yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz GitHubga qaytamiz. Va GitHubga o'tib oldik. Bu yerdan yangi repozitoriy yaratish uchun bu yerdan create repository va bu yerga repozitoriy nomini kiritamiz. Shunchaki bu yerga kelinglar, buni ham git test deb nomlaymiz. Va bu yerga hech qanday git ignore'lar yo'q. Bu yerdan create repository va bizning repozitoriyamiz tayyor. Endi shu biz repozitoriyamizni bizning Git proyektimizga bog'lab olishimiz kerak bo'ladi. Undan oldin esa ushbu Git proyektimizga bizning username va emaillarimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu bizning commitlarimiz kim tomonidan yuborilayotganini yana anglatadi. Buning uchun biz git
git global git config ikkita chiziqcha global user nuqta name va bu yerga nomni kiritishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu yerga o'zingiz ismingizni kiritishingiz mumkin. Endi bu yerda Shamsiddin 2 va bu yerga config ulandi va global config user email va bu yerga biz emailni yozishimiz kerak bo'ladi. Va bizning email va loginlarimiz bu yerga kiritildi va biz ulaganimizdan so'ng endigi navbatda biz yangi ushbu proyektimizni asosiy branchga, ya'ni asosiy tarmoqqa joylab olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni bog'lab. Buning uchun git branch main, ya'ni asosiyga bu yerda bog'ladik. Ana endi biz boyaga biz GitHubdan yuklab olgan bizning GitHub repozitoriyamizning linkini endi ushbu proyektimizga bog'lab olamiz. Buning uchun git remote at origin va bizning repozitoriya linkimizni bu yerga kiritamiz va bu yerda bizning repozitoriyamiz ulandi. Endi ushbu proyektimizni GitHub repozitoriyaga push qilishimiz uchun git push u origin main. Birinchi navbatda kirganimizda bizning GitHub uchun username'imizni, ya'ni GitHub akkauntimizni ulashimizni so'raydi. Bu yerdan bizning GitHub username'imizni bu yerga kiritamiz va biz git push origin berganimizda juda ham ko'p holatlarda biz username va bu yerga parollar kiritganimizda bu yerga bizning akkauntimizga kirmay qolishi mumkin. Buning sababi biz GitHub akkauntimizni aynan Google orqali amalga oshirganligimiz uchun. Agarda sizda GitHubni to'g'ridan-to'g'ri GitHubda username va parollarni qo'lda kiritish orqali ro'yxatdan o'tsangiz, ushbu holat amalga oshishi mumkin. Va biz bunday holatlarni nima qilishimiz kerak bo'ladi? Bu holat ko'pincha Linuxda, ya'ni yuzaga keladi. Agarda biz buni Windowsda amalga oshiradigan bo'lsak, albatta barcha komandalar bir xil bo'ladi Linux va Windowsda. Avtomatik tarzda biz web interfeysga o'tib ketiladi, ya'ni autentifikatsiyani web interfeys orqali, ya'ni Chrome yoki brauzer orqali amalga oshirishimiz mumkin, lekin Linuxda bu biroz boshqacha. Biz Linuxga maxsus GitHubni konfigini o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Buni biz quyidagi uzun kod orqali amalga oshiramiz. Barchasi bizning video opisaniyamizda va bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Buni biz enterni bosish orqali bizga GitHubni maxsus konfig o'rnatiladi va ushbu konfig orqali biz kompyuterimizdagi Gitga bizning GitHub akkauntimizni bog'lab olishimiz mumkin va biz bemalol push qilishimiz mumkin shundan keyin. GitHub konfigimiz o'rnatib olindi. Endi biz buni aus login orqali akkauntimizni bu yerga ulashimiz mumkin. Bu yerda where's the use git, bu yerdan github.com va bu yerga https va bu yerdan yes ni bosamiz. Va bu yerga login with web browser va bosganimizdan so'ng ushbu joyga biz kirishimiz kerak bo'ladi va bu yerga kiramiz va bizga sessiyani verifikatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bu yerdan bizga kodni taqdim etilgan. Buni biz kopirib olib bu yerga joylaymiz va continue ni bosamiz va bu yerdan authorize GitHub ni bosamiz va congratulations all you set va biz bu yerga qaytishimiz mumkin. Albatta yana bir bor bosishimiz kerak bo'ladi, ming bor uzr. Va buni yana bir bor kopirib qilamiz va enter ni bosamiz. Va bizga ushbu akkauntimizga loginga kirib oldik. Ana endi biz yana gitga o'tib turib, bu yoqdan ushbu branchni endi push qiladigan bo'lsak, git push origin main va bu yerda ko'rishimiz mumkin bizning barcha obyektlarimiz main originga bu yerga push qilindi. Ana endi biz GitHubga o'tib repozitoriyamizni tekshirib o'tadigan bo'lsak, hozirda bizning repozitoriyamiz bo'sh va buni bir marotaba yangilaydigan bo'lsak va ko'rib turishimiz mumkin bizning boyaga yaratgan Python faylimiz bizning GitHub repozitoriyamizga yuklandi va bu yerga commitdan ko'radigan bo'lsak, bizda qachon commit bo'lgan va kim tomonidan bu yerga ko'rsatilgan va Bekfur tomonidan simple nomli config bu yerga commit bo'lyapti. Ana endi biz muvaffaqiyatli tarzda bizning kompyuterimiz orqali Git orqali bemalol barcha proyektlarimizni GitHubga push qilishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bu ishlar barchasi Windowsda bir xil amalga oshiriladi, lekin GitHubdan
ya'ni Windowsda Linuxdan asosiy farqi, biz hech qanday ushbu GH configini o'rnatishimiz shart emas, chunki biz boyagi GitHubni Windows versiyasini o'rnatganimizda barcha hammasi oldindan o'rnatiladi va biz push qilganimizda avtomatik tarzda boya aytganimdek brauzerga o'tib ketadi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Endi biz keyingi navbatda ushbu repozitoriyani yuklab olib turib, unga bir necha yangilanishlarni berib ko'ramiz va bu qanday amalga oshiriladi. Birinchi navbatda biz ushbu GitHubni repozitoriyani biz klon qilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz umuman yangi joylashuvga o'tib olib, yangi papka yaratib olamiz. Kelinglar, bu joydan chiqib ketamiz. Ya'ni eslab qolmasligi uchun bu yerga yangi mkdir test va ushbu test papkamizga o'tib olamiz. Va boyagi repozitoriyani birinchi navbatda biz klon qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan git clone va bu yerga repozitoriyamizni linkini bu yerga tashlaymiz. Va enterni bosamiz va bizning repozitoriyamiz klon qilina boshlaydi va muvaffaqiyatli tarzda klon qilindi. Va bu yerga LA ko'radigan bo'lsak, bizning GitHub repozitoriyamiz bu yerda joylashgan. Va bu yerga o'tib olganimizdan so'ng ushbu repozitoriyadagi barcha yangilanishlarni bizning kompyuterimizga yuklab olishimiz uchun biz ushbu repozitoriyani pul qilib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki agarda bu juda ham zarur bo'ladi va shu bahonada biz repozitoriyadagi barcha ma'lumotlarni sinxronlashtirib olamiz. Buning uchun quyidagi komandani amalga oshiramiz. Bu yerda git pull origin main va enterni bosadigan bo'lsak, barcha branchlar fetch head ko'rishimiz mumkin. Va endi biz bemalol ushbu test papkamizga, ya'ni faylimizga kirib sudo nano testpy kelinglar bir-ikki o'zgartirishlar kiritamiz. Kelinglar bunga kichkina title qo'shamiz, win title. Bu yerga salom deymiz. Va bu yerga yangi nom qo'shamiz, yana bitta. Buni biz w qo'yamiz. Label in va bu nomini new commit. Va buni ham saqlaymiz. Saqlaganimizdan so'ng kelinglar buni ham tekshirib ko'ramiz. Albatta faylimiz ya'ni ish holatdami va ko'rishimiz mumkin. Bu yerda salom git test new commit. Endi buni qanday qilib yana yangilashimiz mumkin? Bu juda ham oddiy. Albatta birinchi navbatda barcha fayllarni birgalikda jamlab olamiz. Buning uchun boya boshida qilganimizda git add nuqta barcha fayllarni jamlab olib, endi commit qilamiz. Git commit m bu safar yangi commit uchun simple little change deb nomlaymiz va barcha fayllar saqlanib olindi. Endi ushbu faylni, yangilangan faylni push qilamiz. Git push u origin main yoki shunchaki git push qilishimiz mumkin. Albatta ushbu git push origin main qilish orqali biz aynan qaysi originga push qilishimizni ko'rsatishimiz mumkin, chunki ushbu git orqali biz bir nechta branchlarni yaratib, ushbu branchlarga birma-bir push ham qilishimiz mumkin. Oddiy git push qilib ham bu yerga joylashimiz mumkin, chunki standart holatda bu main originga jo'natadi. Git push va bizning barcha fayllarimiz ko'p turishimiz mumkin main originga jo'natildi va biz yana bir bor bu yerga kiradigan bo'lsak va buni yana yangilaymiz. Va bizda ko'rishimiz mumkin ikkita commit paydo bo'ldi va biz yana commitga o'tadigan bo'lsak little change ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Shamsiddin 2 orqali, ya'ni bizning kompyuterimizdagi, ya'ni jo'natilgan odam orqali Shamsiddin 2 commit ketyapti. Va xuddi shunday qilib biz gitdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. O'sha kabi videom sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta foydali bo'lgan bo'lsa, men juda ham xursandman do'stlar. Albatta videoda agarda bir necha tushunmay qolgan vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa va savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizning muhokama guruhimizga ya'ni savol berishingiz mumkin.
Men iloji boricha barchasiga javob berishga harakat qilaman do'stlar. Xo'sh akalar, sizlar bilan Yosh avlod kanali bo'ldi. Keyingi videolarimizda yana bir bor ko'rishguncha, xayr do'stlar. Va albatta barcha amallar Linux va Windowsda bir xil bo'ladi. Qaytarib o'taman.